Ukraina Taganrogdagi dronlar zavodiga raketa zarbasi yo'lladi. Tramp Eronga ultimatum qo'ydi. Ukraina dronlari Rossiya neft sanoatiga hujumlarni davom ettirmoqda. Tramp agar Eron tinchlik kelishuvi bo'yicha yon bosmasa, uni yo'q qilish bilan tahdid qildi. Shimoliy Koreya bir nechta ballistik raketa uchirdi. AQSh Eron portlaridan chiqayotgan 23 ta savdo kemasini qo'lga oldi. Turkiya Hormuz o'rniga o'z yo'lini taklif qilmoqda. Endi esa bizda batafsil. Bilamizki, Jenshay mahsuloti imperatorlar davridan beri erkaklar kuch-quvvat manbai hisobida tanilib kelgan. Aynan o'sha Jenshay mahsulotidan tayyorlangan Cheon kapsulalarini siz azizlarimizga tavsiya qilamiz. Ishonamizki, ushbu Cheon kapsulalari siz jinsiy quvvatingizni oshirib, oilangiz tinchligida katta ko'makchi bo'ladi. Cheon kapsulalarini qabul qiling va o'zingizni imperatorlardek his qiling. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, mahsulot haqida yanada to'liq ma'lumotni olishingiz va mahsulotga buyurtma berishingiz mumkin. Ukraina Taganrogdagi dronlar zavodiga raketa zarbasi yo'lladi. Rossiya esa Chernihov va Sumy oblastlari bo'ylab dronlar hujumi uyushtirgan. Rossiyaning Rostov oblasti Taganrog shahridagi Atlant Aero zavodi Ukraina qurolli kuchlari hujumiga uchradi. Korxona hududida yong'in chiqqan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 19-aprel tongida bergan ma'lumotiga ko'ra, zavodga Neptun raketasi orqali zarba berilgan. Mahalliy rasmiylar hujum oqibatida 3 kishi yaralanganini xabar qilgan. Ukraina harbiy dengiz kuchlari Atlant Aero zavodini Rossiya harbiy sanoat kompleksi muhim qismi deb atagan. Ushbu korxonada Molniya tipidagi zarbdor razvedkachi dronlar yig'iladi. Shuningdek, Orion dronlari uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqiladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi qayd etishicha, ushbu zavodga zarba berilishi dushmanning uchuvchisiz uchish apparatlarini ishlab chiqarish qobiliyatini pasaytiradi va Rossiyaning Ukraina hududidagi fuqarolik obyektlariga zarba berish imkoniyatlarini zaiflashtiradi. Chernihovda dronlar hujumi oqibatida bir o'smir halok bo'ldi. Rossiya qurolli kuchlari 19-aprelga o'tar kechasi Chernihovga dronlar bilan keng ko'lamli zarba berdi. Hujum oqibatida 16 yoshli o'smir halok bo'lgan. Qutqaruvchilar xarobalarni tozalash vaqtida uning jasadini topishgan. Yana 4 kishi yaralangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati xabariga ko'ra, 19-aprel kuni tongida Rossiya dronlari Xersonda ham avtomobilga hujum qilgan. Qutqaruvchilar mashina ichidan haydovchining jasadini chiqarib olishgan. Yana 2 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari tun bo'yi va tongda Ukraina bo'ylab 236 ta dron uchirgan. 18 ta nuqtada 32 ta zarbdor dron zarbasi qayd etilgan. Tramp Eronga ultimatum qo'ydi. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, Eron juda tez va oson taslim bo'ladi. Agar Eron AQSh taklif qilayotgan kelishuvga rozi bo'lmasa, Amerika armiyasi Erondagi barcha elektr stansiyalari va ko'priklarni ishdan chiqaradi deb yozdi prezident Donald Tramp Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. Endi yaxshi bola bo'lish yo'q. Ular, ya'ni Eron tezda taslim bo'ladi. Oson taslim bo'ladi va agar kelishuvni qabul qilmasalar, men uchun so'nggi 47 yil davomida boshqa prezidentlar qilmagan, ammo qilinishi zarur bo'lgan ishni qilish sharaf bo'ladi. Eronning o'lim mashinasiga barham berish vaqti keldi, deydi u. Trampning qo'shimcha qilishicha, 18-aprel kuni Eron kelishuvni qo'pol holda buzib, Hormuz bo'g'ozida o'q uzgan. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, uning vakillari muzokara o'tkazish uchun Islomobodga yo'l olgan. 19-aprel kuni Eron Hormuz bo'g'ozi qaytadan yopilganini ma'lum qildi. Harbiylarning bayonotida aytilishicha, bunga Washington va'dasiga xilof tarzda Eron portlariga kelayotgan va portlardan chiqayotgan kemalarni bloklashda davom etayotgani sabab bo'lgan. Ukraina dronlari Rossiya neft sanoatiga hujumlarni davom ettirmoqda. 20-aprelga o'tar kechasi Ukraina dronlari Rossiya neft sanoatining 4 obyektiga hujum qildi. Shundan ikkitasi Samara oblastida joylashgan. Bular Novokubishevsk va Sizrandagi neftni qayta ishlash zavodlaridir. Astra nashri guvohlar tomonidan e'lon qilingan suratlarni o'rganish orqali Rosneftga tegishli bo'lgan hududni neftni qayta ishlash zavodida yong'in yuzaga kelganini xabar qilgan. Bundan tashqari, dronlardan biri Novokubishevskda qurilayotgan uyga tushgan. Trayektoriyasiga ko'ra dron mo'ljalda adashgan va korxona yonidan o'tib ketgan deya yozadi guvohlarning foto va videolari geolokatsiyasini aniqlagan Astra nashri. Samara oblasti gubernatori Vyacheslav ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida region dronlar hujumi haqida xabar bergan. Uning yozishicha, dronlardan biri Novokubishevsk tug'ruqxona yaqiniga qulagan. Gubernatorning so'zlariga ko'ra, bino derazalari to'kilib ketgan. Vyacheslav hudud va Sizrandagi sanoat korxonalariga zarbalar kelib tushgani haqida ham aytgan, ammo aynan neftni qayta ishlash zavodlariga hujum qilingan to'xtalmagan. Krasnodar o'lkasida esa 20-aprelga o'tar kechasi Tixareskdagi neft baza yonib ketgan. Mahalliy rasmiylar yong'in sababiga oydinlik kiritmagan. Faqat uni o'chirishga 200 dan ortiq kishi va 56 ta texnika jalb etilganini ma'lum qilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, yong'in 9 soat o'tib o'chirilgan.
Tramp agar Eron tinchlik kelishuvi bo'yicha yon bosmasa, uni yo'q qilish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Fox News telekanali muxbiri bilan suhbatda Jared Kushner va Steve Witkoff Eron bo'yicha muzokaralarni qayta tiklash uchun Islomobodga jo'nab ketayotganini ma'lum qildi. Agar eronliklar kelishuvni imzolamasa, biz butun mamlakatni yo'q qilamiz. Ularning elektr stansiyalari va ko'priklari AQSh uchun qonuniy nishonga aylanadi, deya ta'kidladi Tramp. So'ngra u aynan shu tahdidini Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi xabarda takrorladi. Shuningdek, u Eronni Hormuz bo'g'ozi bo'yicha kelishuvlarni buzishda aybladi. Eron kecha Hormuz bo'g'ozida o't ochishga qaror qildi. Bu bizning o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvimizni butunlay buzishdir. Zarbalarning aksariyati Fransiya kemasi va Buyuk Britaniyaning yuk kemasiga qaratilgan edi. Bu unchalik yaxshi ish bo'lmadi, shunday emasmi, deya qayd etdi Tramp. Shimoliy Koreya bir nechta ballistik raketa uchirdi. Agentlikning xabar berishicha, Shimoliy Koreya 19-aprel kuni o'zining sharqiy qirg'oqlaridan dengiz tomon bir nechta ballistik raketa uchirdi. Bu Pxenyanning 2026-yilda 7-aprel oyida esa 4-ballistik raketa uchirish holati hisoblanadi. Raketalar Shimoliy Koreyaning sharqiy qirg'og'idagi Sinpo shahri yaqinidan mahalliy vaqt bilan soat 6:10 atrofida uchirilgan, deyiladi Janubiy Koreya harbiylari bayonotida. Holat yuzasidan Janubiy Koreya prezidenti idorasi xavfsizlik bo'yicha favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Bunday raketa sinovlari BMT Xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreya raketa dasturiga qarshi rezolyutsiyalarini buzadi. Pxenyan esa ushbu taqiqlarni rad etib, sinovlarni o'zining suveren mudofaa huquqi deb atamoqda. AQSh Eronga e'tibor qaratayotgan bir vaqtda Shimoliy Koreya buni o'zining yadroviy va raketa salohiyatini oshirish uchun muhim fursat deb biladi, deya fikr bildirdi Kyungam universiteti professori Lim El-Chul. AQSh Eron portlaridan chiqayotgan 23 ta savdo kemasini qo'lga oldi. Hormuz bo'g'ozi blokadasi boshlanganidan buyon AQSh dengiz floti Eron portlaridan ketayotgan 23 ta savdo kemasini hibsga oldi. Ta'kidlanishicha, ushbu kemalarning barchasi AQSh kuchlaridan buyruq olgandan keyin orqaga qaytishga majbur bo'lgan. Blokada boshlanganidan buyon 23 ta kema AQSh buyruqlariga bo'ysunib qaytib keldi, deyiladi bayonotda. Pentagon AQSh harbiy xizmatchilari shu vaqtgacha ushbu kemalarga chiqmaganini aniqladi. Ayni vaqtda Wall Street Journal gazetasi AQSh rasmiylariga tayanib, Hormuz bo'g'ozidagi blokada operatsiyalarida ishtirok etgan AQSh dengiz floti kemalarining hujum bo'linmalari Eron bilan bog'liq neft tankerlarigacha chiqishga va ehtimol ularni musodara qilishga tayyorlanayotganini xabar qildi. Turkiya Hormuz o'rniga o'z yo'lini taklif qilmoqda. Turkiya Hormuz bo'g'oziga muqobil bo'lishi mumkin bo'lgan o'rta koridor loyihasini faol targ'ib qilmoqda. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Bu yo'l orqali Turkiya Yevropa va Osiyo o'rtasidagi asosiy tranzit markaziga aylanishni xohlayapti. Bu koridor Xitoydan Yevropagacha bo'lgan yuklarni Qozog'iston, Kaspiy dengizi, Kavkaz va Turkiya orqali quruqlikda tashishni nazarda tutadi. Dengiz yo'liga qaraganda u ancha tez bo'lishi mumkin. Yuklar 12-15 kunda yetkazilishi mumkin. Dengiz orqali esa bu jarayon taxminan 40 kun davom etadi. Turkiya Armaniston bilan chegarani ochish ustida ham ishlamoqda. 32 yil davomida yopiq bo'lgan chegara punkti qayta ochilishi mumkin. Bu yangi yo'lning muhim qismi bo'lishi kutilmoqda. Loyiha AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan TRIP deb ataladigan tashabbus bilan ham bog'liq bo'lib, u Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi tinchlik jarayonlari doirasida ishlab chiqilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an mamlakatni barqarorlik markazi deb atab, Turkiya xavfsiz tranzit hududiga aylanishi mumkinligini aytgan. Shu bilan birga loyihaning muammolari ham bor. Logistika murakkabligi, temir yo'l tizimlarining mos kelmasligi va siyosiy keskinliklar. Yo'l Eron va Rossiya yaqin hududlaridan o'tadi. Bu ham xavf sifatida ko'riladi. Mutaxassislarning fikricha, bu loyiha katta sarmoya va xalqaro qo'llab-quvvatlashga bog'liq. Shuning uchun yaqin vaqt ichida dengiz yo'llarini to'liq almashtira olmaydi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ham Zangezur transport koridori qurilishi yaqin orada tugashini bildirgan. Bu yo'l yiliga 15 million tonnagacha yuk tashish imkonini berishi mumkin.